Yana bitta yangi model keldi. Yonlarini ko'ryapsiz, dugali. Redline originali. Ko'rib turganlaringizdek 6 ta akkumulyator 20 lik bilan jihozlangan. Oldida signallari, farasi, balonlari saka diskali. Yonlarida nikel dugalari. Plus mana orqasida ham nikel dugasi bor. Orqada katta bachok turishi ham Minsk mototsikllarga o'xshaydi. Motor 1000 wattlik. Yozilishi bo'yicha 240 yozilgan. Lekin 1000. Motor kattaligini ham ko'rishingiz mumkin. Katta motor. Plus start stopda oldi orqa jiddiy tormozli. Ko'rib turganlaringizdek nima deydi? Baliq boqadigan akvariumchalar. Labovoy, bokovoylari bor. Plus ikkita pult, zaryad qo'yadigan joy. Zaryadchilar, bagajchalari. Benzabak emas, bu qo'shimcha sef. Kimda kerak bo'lsa, manzilimiz Qarshquruq, Samarqandda, narxi 7,5 million oxiri. Dastavkamiz bor lekin. Samarqand bo'ylab dastavka beraveramiz.